aliment to'layman, shuning uchun men chetga chiqa olmayman, xorijga chiqa olmayman deyshadi. Bu gap bo'lmagan gap do'stlar. Nimaga? Qarang, siz aliment to'layapsiz degani chetga chiqa olmaysiz degani emas. Siz alimentingiz bo'lib turib to'lamayotgan bo'lsangiz, qarzdorligingiz bo'lsa cheklov qo'yilishi mumkin. Sud hujjatlari va boshqa organlarning hujjatlarini ijro etish to'g'risida qonun bor va mana shu qonunning 42.1-moddasiga ko'ra, agar siz ijro hujjatini uzrsiz sabablarga ko'ra ijro etmagan taqdiringizda davlat ijrochisi, ya'ni o'sha MIBdan keladigan davlat ijrochisi sizni xorijga chiqishga, sizga cheklov qo'yishga haqli. Lekin siz agar vaqtida to'lab yurgan bo'lsangiz, u sizga nisbatan cheklov qo'yib qo'ygan bo'lsa, bu narsa noto'g'ri hisoblanadi va mana shu qarorning ustidan cheklov o'rnatish to'g'risida qarorini ustidan MIBni tegishli tarzda sudga murojaat qilishingiz kerak va sudda bu hujjat o'z-o'zidan haqiqiy emas, kuchga ega emas deb